Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan Amerikaning poytaxti Washingtonda tasdiqlangan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasining bugungi programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Oldi bilan men istansimiz vakolatan hammangizga salomatlik, xotirjamlik va iqtisodiyat tilayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Tuvanda milliy rahbarimiz va ma'naviy olimimiz Robiya Qodir xonim boshlig'idagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik hay'atining Gollandiyadagi ziyorati haqida ishlagan maxsus programmamizni diqqatingizga taqdim qilamiz. Ko'ngil qo'yib anglag'aysizlar. Milliy rahbarimiz Robiya xonim Yevropadagi 7 davlatga qilgan ziyoratining tunji bekiti Gollandiyaga 1-oyning 23 kuni atigan soat 7dan 15da yetib keldi. Robiya xonimni Amsterdam aeroplan stansiyasida Sharq Turkistonning oyulduzliq ko'k bayrog'ini va gul chechaklarni ko'tarishgan 50 nafarga yaqin Uyg'ur qizg'in kutib oldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkilot ishlariga mas'ul muavin raisi Yetim Turk, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi Dolqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin bosh taftishi Nurmamat Ro'zaxon, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashviqot va tadqiqot markazining mas'uli Farhat Yurunqash qatorliqlar Robiya xonimning Gollandiya ziyoratiga hamroh bo'ldi. Robiya xonim shu kuni atiganda charchig'iga qaramay, avval Gollandiyadagi har qaysi Uyg'urlar tashkilotlarining mas'ullari bilan suhbat ilib berib, saqlanayotgan masalalar haqida fikr oldi. Tushdan keyin Gollandiya parlamentini ziyorat qilib, Gollandiya Sotsial Demokrat partiyasi bilan Gollandiya Yeshillar partiyasiga mansub parlament a'zolari va vakolatsiz millatlar tashkilotining mas'ul xodimlari bilan ko'rishib, ularga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida atrofli ma'lumot berdi. Parlament zalida Robiya xonim boshlig'idagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik hay'atini Gollandiya parlament a'zosi Xari van Bombel apandi xizmatdoshlari bilan birga qizg'in kutilib samimiy suhbatlashdi. Suhbat jarayonida parlament a'zosi Xari van apandi boshliq Uyg'ur masalasiga qiziquvchilar va qo'llovchilar Robiya Qodir xonim bilan zish hamkorlashish, o'zaro qo'llash va yordam berish haqida kengashdi. Bu suhbatga Gollandiya Uyg'ur birligi tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar ittifoqi va Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyat qatorliq tashkilotlarning vakillari va a'zolaridan boshqa vakolatsiz millatlar tashkilotining qo'lliq a'zolari ham qatnashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati Gollandiyadagi Uyg'urlarning hamrohligida bu qitimqi faoliyatlarning kun tartibini o'rlashtiruvchi Gollandiya Uyg'ur birligi tashkilotining boshlashi bilan kechqurun soat 7da Gollandiya Diyonat vaqfining markaziy binosida kechlik ziyofatga qadam tashlab qildi. Gollandiya Diyonat ishlari vaqfining raisi Bülent Şenay apandining sohibxonligida tuzilgan bu ziyofatga Turkiyadagi Oq partiyaning rais yordamchisi, Almaniya millat vakili Aqil Gülla apandi, Gollandiya millat vakili Veys Güngör va Gollandiya No'g'ay turklar jamiyatining vakili Bayxon Abay xonim qatorliq harsa ahlilarimo taklif qilingan bo'lib, o'zaro do'stlik, qarindoshlik, ittifoqlik va hamkorlik maqsad qilingan turli sohalarda fikr almashtirdi va ahdlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa ziyoratiga kelgan rahbari hay'ati 20 yanvar Gollandiya parlamentida va Gollandiya Diyonat markazida bo'lgan edi. 21 yanvar bo'lsa, Amsterdamning Sloterdagi bir markaziy zalida 200 dan ortiq Uyg'urlar bilan jam bo'ldi. Rətlik, tərtiblik, ajoyib bir tuzum bilan tashkillangan bu faoliyat maydon ahlini xursand qildi. Fidokor yoshlarning naq maydon ijrosida davlat marsh o'qish bilan boshlangan bu faoliyatda talabga binoan Robiya Qodir xonim boshliq Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropadagi 7 davlat ziyoratiga tashkillangan vakillar so'z qildi. issiq oylardan o'sha sovuqda
Irak yakınının Beşerge seferinde kilip, men bilen ve dünya Uygur Kurtiyiki, Uygurlar meselesiga, Gollandiyadagi Uygurlar meselesiga, Sharq Turkistonning qarindoshlarning meselesiga ko'ngil bo'lib kelgan rahbarlar bilan birlikda suhbatga, mush sorunimizga hozir bo'lgan xonim efendilarga bizning Dünya Uygur Kurtiyiki bu vakil o'ngimizning nomidan rahmat aytaman. Endi ben o'rnimdan turib, sizlarga oldindan oliy ehtirom bildiraman. Sidin Türk, Nuri Takşi, Nuri, Başkanlığımız dokunaysa, teşvikiatın başı Ferhat Yoldaş, 5 yıl Dünya Uygur Kurtiyiki, Muşur, Şarkı Türkistan'ın 20 milyon halkının davasını birlikte ittibattan rehberler, birlikte sizlerle aliye ihtiram ediyoruz. Rəhbərlər 3 saatdan artıq davam qılğan bu fəaliyyətni şu yer vaxt saat 7-də axırlaşdırıb, Türk millət vəkili Veys Güngör əpəndinin təklifiga binaən əpəndinin fəaliyyət zalında kəşk ziyafətə daxil oldu. Ziyafətə Gollandiyada yaşayotgan Türk sistemasidagi hər sahə bilim adamlarından neçə yüz adam qatnaşqan olub, ular Gollandiyanın siyasi, iqtisadi və mədəniyyət sahəsidəki qo'lluq adamlarından ekan. Hammasi degidek Rabia xonimning sharafiga so'z qildi va Rabia Qodir xonimning ta'sirli nutqini ko'ng qo'yib oldi. Rahbarlar bu ziyofatdan qaytib, Gollandiyadagi Uyg'ur davosining yangi bir burilish nuqtasini belgilash uchun kashtiy yig'in uyushtirdi. Uyg'ur milliy harakati yetakchisi Rabia Qodir xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi rahbarlik hay'atining Gollandiyadagi 2 kunlik ziyorati va xizmati Gollandiyadagi Uyg'ur davosida yangi bir burilish hosil qildi. Gollandiyadagi mavjud tashkilotlar va jamoatlar orasida barliq tashkilotlarning hamkorligidagi bir hay'at tashkillandi. Buning bilan Gollandiyadagi tashkilot va shaxslar orasidagi ittifoqsizlikqa xotim berildi. Bu qitimqi birlashma hay'at Gollandiya Uyg'ur birligi tashkiloti, Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qatorliq uzundan beri mavjud bo'lgan va yangidan qurilgan tashkilotlarning hamkorligida tanlangan rais, muavin rais, taftish, iqtisod boshqaruvchi va diniy yetakchilardan iborat bo'lib 9 kishidan tarkib topdi. Har qaysi tashkilotlar o'zining mavjudligini saqlab qoladigan, o'rtaq tashkillangan hay'atga Gollandiya Uyg'ur birlik tashkiloti rahbarlik qiladigan, qolgan 2 tashkilot nazorat va hamkorlikda bo'ladigan, Gollandiyadagi barliq Uyg'urlardan Uyg'urlik badal puli yig'iladigan, Uyg'ur badal puli birlashma hay'atining boshqarishida o'rtaq ishlar va faoliyatlarga ishlatiladigan, a'zolik badal puli tashkilotlarning o'zining tashkiliy ishtirokida ishlatiladigan, tashkilotlar o'z oldiga a'zolaridan a'zolik badal puli yig'a oladigan, Uyg'urlarni a'zo bo'lishga xohlagan tashkilotlarni tanlay oladigan bo'ldi. Rabia xonimning Gollandiyadagi ziyorati boshdan oxir intayin jonliq kayfiyatda muvaffaqiyatga o'tdi. Yansın her yerde